Boshladim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Demak, nemis ovcharka zotiga mansub Baron laqabli itimiz 6 oylik o'rgash jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, o'rgash jarayoni o'zi 3 xil uslubda bo'ladi. Birinchisi arqonda yonda, mana shu maxsus boksda. Boksning qulaylik tomonlari, demak, kuchukka o'tirg'izib, yotqizib, turg'izishda kuchukni boshqarish osonroq bo'ladi. Kuchuk chapga, o'ngga yoki qiyshiq yotib qolmaydi. Undan keyin ikkinchi uslubimiz arqonda masofadan 1-2 metr masofadan kuchukni nima qilamiz? O'tirg'izib, turg'izib, yotqizamiz. Undan keyin uchinchi mashg'ulotimiz bo'ladi. Bu arqonsiz masofadan asta-sekinlik bilan masofani qo'shib boramiz. Nima uchun birinchi mashg'ulotdan boshlashimiz kerak? Sabab arqonda boks ichida yonda. Sabab kuchugimizni imo-ishora hamda ovozdan nima qilishimiz kerak? Kuchukni yotqizib, turg'izib, to'g'ri o'tirg'izishga o'rgatib olishimiz kerak boshida. Ko'pchilik kinologlarimiz yoki itlarni o'rgatuvchilarimiz yoki it egalari katta xatolarga yo'l qo'yadi. Bu yerda kuchukni nima qiladi? Yondan bundoqqina yoki to'g'risidan kuchukka oziqa bilan o'rgatishni boshlaydi. Bunday qanaqa xatolar kelib chiqishi mumkin. Demak, kuchukni ko'rsatib beraman. Oziqani ko'pchilik mana bundoq olib kelib qo'yib, yot mashg'ulotini beradi. Kuchuk qanaqa yotadi? Ozgina oldinga siljib yotishga yoki mana bunaqa qiyshiq yotib olishga o'rganib, keyinchalik kelajakda 1-2 qadam qo'yishga o'rganib qoladi. O'shaning uchun bu narsa bo'lmasligi uchun mana shu maxsus boksda kuchugimizni o'rgatib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, Baron, tur. Ko'rasizlar, oziqa bilan tumshug'ini oldiga oziqani olib kelib turib, chap qo'lim bilan qornidan asta-sekinlik bilan turg'izib oldim. Kuchuk turishi bilan nima qilamiz? Yaxshi Baron, yaxshi turdim, oziqa bilan rag'batlantirib yuboramiz. Xuddi shu harakatdan keyin yana xuddi shu luqma olib kelinadi. Baron, yot mashq beriladi. Xuddi shu harakat bilan nima qildik? Hamda oziqa, hamda chap qo'l yordamida kuchukni yotqizib oldik. Yaxshi yot mashqini berib turib, kuchukni yana nima qilamiz? Rag'batlantirib qo'yamiz. Demak, har 3-5 soniyada kuchukni rag'batlantiramiz. Bu vidishka uchun. Tak. Yaxshi yot. Baron, tur. Yaxshi tur. Ko'rasizlar, kuchugimiz juda ham yaxshi. Pishyo preobладающий reaksiyasi bor, ya'ni oziqani sevib iste'mol qilyapti. Bunday kuchuklar bilan ishlash juda ham qulay. Ko'pincha oziqaga uncha intilish yo'q kuchuklar ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ularni asosiy ertalab yoki kech payt shug'ullanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Qorni och paytida, qorni to'q bo'ladigan bo'lsa, kuchuk bilan iloji bo'lsa shug'ullanish kerak emas. Chunki kuchukning motivatsiyasi nima bo'lib ketadi? Tushib ketadi. Uni boshqarish juda ham qiyin bo'ladi, hamda o'rgatish ham qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun oziqaga kuchuk intilayotganda juda ham osonroq bo'ladi. Baron. Baron, ay mujik. Yot. Yaxshi yot. Demak, o'rgatish usullarimiz asosiy 3 xil. Ya'ni birinchisi bu oziqaviy yo'l bilan, ikkinchisi majburlov, ya'ni mexanik ta'sir ko'rsatish yo'li bilan, uchinchisi aralash. Eng qulayi biz uchun bu aralash, hamda oziqaviy, hamda mexanik ta'sir ko'rsatish yo'li bilan. Undan tashqari ikkita qo'shimcha uslubimiz bor. Bu obeziyana metod deymiz, ya'ni taqlidiy yo'l bilan hamda o'yinqaroqlik usuli bilan o'rgatish usuli hisoblanadi. Ular qo'shimcha. Demak, Baron, tur. Yaxshi tur. Rag'batlantirishimiz yo oziqa bilan bo'ladi, yo og'zimiz orqali bo'ladi, yoki mana bunaqa silab siypalash yo'llari bilan bo'ladi. Kuchuk hammasini sezadi, hammasini tushunadi. Demak, Baron, o'tir. Asosiy e'tibor beramiz kuchukni zerikib qolmasligiga. Agar ko'ryapsizlar, kuchuk sal zerikib qolyapti yoki o'sha oziqaga sal intilishi, susayishni boshlayaptimi, demak nima qilamiz? Mashg'ulotda eng qiziq joyda tugatishimiz kerak bo'ladi. Baron. Yes. Ay mujik, хорошо, Baron.